Bu unutulğusuz günler idi. Şu yılın dastlabki yaz günleri kompozitor Nur ikkimiz naqsh usul o'rniga yangi artist elish uchun Tianshan atroflariga bordik. Bepoyon bu zaminda mana shunday bir qizning borligi xiyolimga mukammal ekan. Çarçap ketdi. Chiqarmidi olarmi? Gulchamdirek meningki. Qaranglar, chempion qo'shdim ekanman. Adasam behmi chiroyliqchimi? Afsuski, qorlaqda. Og'zing yo'g'anmara. Bo'ldi. O bizga bir uslana atasin. Sug'uchimizga chaqirib ketdik. Biroz dam olaylik. Uslana atagini ado. O'ynab bering. याकी मेरे रे तेरा Nima degan chiroyli qo'ynaqa. Kim o'zini o'tdi? La 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 la. Xotritani o'zi. La 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 la. Шинаңыздан тоydыңызмы? Kechiring yigit, mashinangizga chiqib olsak bo'lmaydi. Qizgansizda siz qoltisqa. Yana degan shoq qiladi. Bayman sizni. Yigit bitim deb qopdimi? Bo'ldi, turinglar. Biz sizlarni olganmidik. Ikki putimizga tayanmoqdan boshqa amal yo'q. Mangayli. Bosh o'rin borkan-ku, chiqib olgani bo'ladi. Bosh o'rin to'simi, chiqirib olmag'ini qarmamdigan. Uning ustiga lemlem o'rindiq ekandik. Tozimrat. Bugun ta'limimiz chiqmadi. Agar shofer o'g'il bola bo'lgan bo'lsa, cho'qin chiqira oladi-da. Ular bilan paranglashib qochmangayli. Ixtiyoringiz. Hurriyat, mashina to'xtating. Ma'qul. Qizlar, mashina to'xtadi. Xudoning bizga rahmi katta. Qizchaqlar, mashinaga chiqinglar. Qanday? Mahira. Undaysa, Naqsh etibgina. Naqsh etib birada shu naqsh. Mahira, naqsh bilan etibgina nima qilyapti? Bu ism nima deganchiq? Mahira naqsh etibgina nimish narsaligini İsminiz Mahira mı? Ha. Neçe kirdiniz? Yil o'rilsa 17 kirma. Uyimiz qayerda? Men de biray. Uy shaharda. Onun dadisi bilan mening dadam og'ina. O naqsh etishga bek usta. Ovozi xuddi bulbuldek. Bulbul. Naqshi aytaolsin, ish qilib hammasi bulbulga. İşenmemsiz, agar dadisi qo'shilgan bo'lsa, o allaqachon shaylik san'at o'ngining artisi bo'lgan bo'ladi. Artist bo'lolmagingizni dadangizdan ko'rdigansiz-da. Yo'q, men uningdan ko'rmayman. Dadamning bek amroq. Men faqat naqsh etib usul o'ynashga havas qilaman. Qizchaqlar, sizlar nima ish qilasizlar? Men o'rmonchilik maydonining ishchisi. Men boshlang'ich maktab o'qituvchisi. Men prikazchik. Men buxgalter. Men o'rmonchilik maydonining ishchisi. Mencha
Tağda həsələrsi bakımın. Sizce? Mening pek xizmetim yok. O yakında otur mektebini bitirdi. Hazırda biz bilen birge bizim evde mehman bop turatıdı. Tatımağını Öýüňlerde, yani kimler var? apam, akam, açam, ukam sığının da. Sizin isminiz nime? Mening ismim Mayre. Her işkiňlarning ismi Mayra ekende. Yana bir Mayra. Birak men bulbul emes. Sizin oýuňyz näde? Taqça qısta, ahbulatlan eylep turgan joyda. Endi o bulbulның sayrışını anlap baksam bola. Hey kızlar! Karanlar! Şu dairimiz kep kaldık. Seni kız avarak başlayın. Hoş. Aça hoş emsa! Hoş! Hoş! Yürü! Aça hoş! Aça köşem! Çokum görüşürüz. Mahire. Ha, bu yerning manzarasi nimdigan go'zal. Bir yer, biraz dam olaylik. Bo'ladi. Aminata, biz ko'zimizni yumib olaylik. Ma'qul. Acabni müzdekkina. Onun naqsi. Nur. Ha? Anladınız mı? Çokum helqi Mayra aytqan. Bu ovoz haqiqatan yiqimli ekan. Biroq, shu Mayraning ovozi ekanligiga qanday ishonch qila olasiz? Dal o'zi. Çokum şu Mayra'nın ovozi. Nima bo'ldi o'zi? Uning ismimi Mayra bo'lganligi uchunmi? Shuncha egisan, jiroqlarda tursan. Bu kızdan alohida bir xil qobiliyat sizilib turdi. Biz onu tepib imtihon qatnashtiraylik. Yo'ldosh! Haqning adresi qayerda? Nima dediniz? Gapingizda faqat anlayapmidim. Bu yo'l bilan nega bog'liq bo'ldi? Hayatlar mehmonxonasiz bog'liq bo'ladi. Birodarlar, intiqomga o'xshamoqsizlar. Men aytdim. Bu yo'l bilan sayohatchilar mehmonxonasi bilan o'rmonchilik maydoniga bog'liq bo'ladi. Shek bormoqchi bo'lsanglar, mana men boshlab beray. O yigitni avvar qilmanglar. O hozir o'z so'yginni kutib turyotidi. Qizchaq, jiring. Rahmat sizga, Shakir. Arzimaydi. Hey Shakir. İsmimni chaqiring. Mening ismim Emin Niyaz. O'rmonchilik maydonining ishchisi. Ishchi sirtqi artistman. İsmim Nuriyet. Bugun yo'l boshlab berganingizga rahmat. Emin Niyaz Shakir. Adabsizlik bilan so'rab baqay. Siz qaysi yil tug'ilgan? 62-yil 5-oyda qadaq. Mana emasmi? Men taxsizdan 2 oylik cho'nkanman. Bo'pti, Emin Niyaz aka.
Ət günüge yakşanba, bizga yol başlap beralamsiz. Bu yerga tunji qatim kelishim. Albatta bo'ladi. Sizlar naqshusul o'migidongu deymi? Qandaq deysiz? Sizga qarab da'vat emas. Nemishqa? Demakchimanki, shopirlarimiz sizga o'xshash chiroyli bo'lsa, Sizmi xeyli kelishgan yigitkansiz-ku. Zangla qilma. Yaxshilikni bilmaydi ekansiz. Ayting, sizningcha meni taqdirim rostli bo'lamdi ekan. Ko'zimning o'tkirligiga ishonmayapsiz? Andaqda sizningcha men, O'zim qo'yib turing. Ma'qul. Bir oylinga. Yejayman. To'xtang. Siz g'ash qiz kinosiga rajiga o'xshatgansiz. Rostmi? Nayt yaxshi. Onasim bor endi. Men birli aynaga qarab o'zimni rajiga o'xshatishgan. Ammo ba'zida biroq siz birinchi qator sezib oldingiz. Bu yaxshi. Chiqqan bo'ling. Bo'ldi. Sizning oq qoshiringiz, yana ko'zingizning quyrug'i azroq joyida emas ekan. Shundaqdir. Buni mening nima amalim? Mushundaq tug'ilgan tursa. Biroq mening bu kamchiliklarimni boshqalar sezmagandi. Asosiyatini aytgan yaxshi. Sizning marasiy asb bo'la olaymanmi? O'yinli pekishqi bo'ladi. Nayt yaxshi. Birlashim ko'ngil chiqa, albatta bo'ladi. Biroq bir shart, ikkinglarni o'yin ko'rsatsizlar. Mush fursatda ko'pchilikni ko'rib olsin. Imen, bugun oqshom ko'l bo'yidagi shipangda Urumchi naqsh usuli o'migidan kelgan bu 2 nafar san'atkor bilan birlashib ko'nglashmoqchi. Sizlar vaqtni ching tutib, bir qancha numur tayyorlanglar. Bo'ladi. To'xta. Radio uzuliga o'qtirib qo'ygin, Cho'qim o'rinlayman. Salomatligingiz yaxshi emas. Bir kun mashinada o'tirib, charchadingiz. Ko'ngil yig'inini atiga qoldiraylik. Ehtimol u ati ketib qolar. Kim? Yiliqqa naqsh aytoladigan mahiratchi. Jirim. Her qatim birin qığınıda o ana shundaq. Haqiqatan kishining ishi terildi. Kechiring, yo'ldoshlar. Dilim bek munosib bo'lib ketibdi. Ishonamanki, u cho'qim tepiladi. Siz bu qatim kelmay, o'mak boshlig'i G'opirning nasihatiga quloq silib, qizingizni Qashqar tarafga berib izlasangiz bo'ladi. Artist tanlag'ach turmush o'gindigan fursatni qo'ldan bersam bo'lamdi. Navbatdagi naqsh usul nomerlarimizda yangilikchan, jonliq emas. Davlat bayramidagi o'yinimizda yosh artistlarni sahnaga chiqishni o'ylayman. Jiring. Eğer mening o'ylaganlarimni xato deb qarmasangiz, meni qo'llashingizni umid qilaman. Bugun uchratgan heliqi mahirada bir xil xususiyat bor. U balkim istiqboli va san'atkorlardan bo'lib chiqishi mumkin. Shu qizmi? Aslida u ustichkanda. Ay, uslov o'ynashdan ona o'xshab ketar ekan. Nima gaplarni qilgansan, men nima etdim? Dadam artist bo'lishim qo'shilgan bo'lsa, undan ish pishatdim. Qarg'ina, nimalarni o'tdi?
Çık. Neymiş kadın? Özümü düşünmeyim. O kızını görsem kalbim hayacanla doludu. Onun ismimi Mahire boğalığı üşümeye. Mahire. Benim umak Mahire. Yoldaş doktor, bugün ıslayınıgan açamgı berip koyun. Onu izlemsizler. O demam de. Hazır imtihan elatıdı. Sizler mi kirip yürünglar? Kirip göreli. Yok, sen kirgin, ben kirmeyme. Siz mi kirip bir numara uğurlap vermemsiz? Yok, bilmeyme. O bilidi. Onun bähmi artist boğut var. Bırak, onun bağrı qatıqtadısı. Kim o gaybitimli kılıp atkan? Ben sizni demedim. Siz ne tahkınladın? Meyli kimni demenla dünyada bağırı kattıkta da yok. Bilemsizler. Bana kızım, hak çıkaylı. Apanı böldürgen terip apanmak çıkıyor. Bak, tağdaki böldürgenler bekmi yoğan. Açık küçük, temi, intahil yaşlı. Bu kızakçı jigitken. Bizge mana mushunda qiziqchi artistlar kerak. Maqsuda. Men sizlarni qabul qildim. Köpçülük vakalten seni tebrikleymen. Sizimi tebrikleymen. Muborak bo'lsin Rajo. Meni tanlab ko'rsatganingizga rahmat. Jiro. Bo'ldi. Bizga xolis yo'l boshlig'ichi bo'lsangiz qandoq? Bo'ladi. Yo'ldan hargiz ezib qolmaysizlar. Bu gulni kim avatibdi? Ikki nafar qizchaq. Sizga kutibdi. U kimlar ekan? Birisining ismi Mahira ekan. Mahira. O bu yer kirsin. Kiring desam unimidi. Keyin dadisi kelib taqib ketdi. Fan doktor, sizni birisi chaqiryotdi. Men chiqib boqay.
Bu gepçi nakşı ayta alaydigan heliqi Mahira ketmepti de. Biz onu izlep tepişimiz gerek. Aşı kız sizni meptun kılıp aptı. Ken ketken bu tağlık rayonda onu nereden tapımız? Hı? Aminim elim, ben tip geleyim. Makani dur tağlar arası. Taşın taşka oynaydı deprem, oynaydı deprem. Pitikina kiyip alısı, köpkök tağlar yürek sarısı. Güzel yar Kızım Mahir'e tek hiç kayıtıp gelmeydi o. Benim kızım Mahir'e mi tek hiç kayıtıp gelmeydi o. Mahir'e! Mahir'e! Hay Mahir'e! Mahir'e! Seni ahır taptım o Mahir'e. Karın dada, niye yaxşı döndürgen ha? Mahire, eli öylem. Apağının duasını aldığım oldu. Maşinaga ülgüreme kamalayına, cürünla. Canım, makul. Hazır müşahede ağızcık otattı. Hiç kim yok o. Öyle adam var mı? Yollar, yollar. Ne oldu? Oğri! Oğri! Hem de kaç gidemez. Hey, ben uğramaz, işte işitim deyim. Ben uğramaz, işte işitim. Kapsıma! Dadam gelse, hep hadi onu vermese. Ben uğramaz, birisini izlep gelgen. İşte korkup kırıp ağıttım. Beni al diyemeyiz. Aldım edim, raskep kovdum. Kimini izleydim? Bir kızını, belki sizdi o. Mine? Sizin isminiz Mahire mi? Hı. Mahire, sizni ağır tapdım. Çaka içine için, için. Sizge yetkizdiğen hoş haber var. Çaka için. Çaka mı? Nima qilasiz? Cürün deyim. Sizni tanımayman. Mamam. Qo'yidim. Qo'yidim. Kolunu tut. Dada. Humper. Nima qilmoq? Men yaxshi. Ay, manga uvalur musun? Ay, manga uvalur musun? Yaxshi odammish dexe. Seni törekib bağlayıp etip sözleşmişsen. Ha? Tağ bağırdı bir aylık ba. Qaranglar. Ay tağa, bunca küçep gitmesiniz boludu. Boşurak bağlan. Ben sizin kızınızını izlep gelgen. Hoca. Benim kızım, seni tanımaydı. Hoca. Tağa boşurak. Mahire, ağır etti, boşluysana. Kapsıma. Yeni vakırsan üstüne koyuyordum. Yolla. Alex. Tağlıqlar mehman dost keledi. Bu yerda bir azdamanaylı. Shunda qilaylik. Qani, Qani. kirayli. Dimen çalacağım. İmen. Ha, nim bo'ldingiz? Chaqani ag'amchir boshdedim. Ha.
Bu... To'ni ishgansizlar-da, uqishmaslik bo'pti. Kechirgaysizlar. Imen, bu yerga qanday kelib qoldingiz? Mahiraniz debchi. Yo'q, u emas. Men ismim Mayra. Bu gapcha o'tgan kuni tog'da naqsh etgan sizkansizda. U kun naqsh etgan shaharlik Mayra. Siz tatinmang. Bayra sizning naqsh etganingizni angladim. Mening shahardagi do'stim Mayrani izlab kelsa-da, Pexiylilardan bilan ikkimiz ularni shaharga qo'yib keldik. Shunda qoldi. Ey kimin? Astara qaydan? Xotirjam bo'ling. Men birinchi darajali karvakash. Yo'ldosh, yo'lni boshla. Nima deysiz? Men yo'lni to'sibsiz. Naqshdan shavatqinimni ko'rmadingmi? Mava qerning holiga vaqmay mototsikletga o'ltirilib naqshdan shab ketganini texi. İxtiyorim, kar olmasin. Mototsikletni haydab chatga chiqib qo'ying. O'ltirishni bilaman, haydashni bilmayman. Bu kimninki? Bajamning. Bajam? Nima o bajam degan? U mening xotinimning singlisining eri. Xutumi? Nimanchi murakkab gap bu? Mangayli. Bey müşteri, onun köreğine tepkinini. Öz baksın çok, sen de ne hiçbir şey ettin. Aka, ula kimke? Mangayli, ula adına uçup gidelim. Bu bir tonuşlu külke avazı. Kebap, kebap degan shu. Aka qo'yning kavopi. Berri kebap degan shu. Kasa. Kebap degan shu. Aka qo'yning kavopi. Berri kebap degan shu. Kasa. Kilisler mimarlar kilisler. Seni yapmasınlar. Şekerde tavuk gel. Kızcakını köydünüz mü? Qora ko'ylak kiyib mı? Bozor tarafga ketdi. Amin muallim. Emin, naqshi aytgan qizni topayli. O helilimi shari turgandi. Birdamda ko'zdan g'oyib bo'ldi. Aldırma. Bulut qıtığı möküngen oymu aman özünü gösterdi. Mana bu yoq o'rta maktab o'qituvchisi, ataqli xalq usulchisi Yo'ldosh Rezvan bo'ladi. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Siz bilan tanishganligim uchun mayt xushalman. Rahmat sizga. Meningcha sizni imtihon qatnashing. Yo'q, vaqtim o'tdi. 30 necha kirib qoldim. Men sizlarga bir turkum yoshlarni tanishtiray. Rahmat sizga. Men sizning mahir usulchi ekanligingizni burunla anlagandim. O'ynab berasiz. Usulimni ko'rmoqchi bo'lganligingiz men uchun cho'ng sharaf. Emin, ishlar qandayroq?
Hatırcam bulun. Çoğun küçük koçularının hemmesiga çaplıp ettim. Ürümçi nakşı sol ömürge artist kubul kılsanda. İmtihan bereyli. Mayra, Rizvan malım. Dadınızı çokum qaylı qılın. Bu ganimet fürsat. Bu ketim ürümçi nakşısı ümrüyü tallayır eken. He, Muallim, siz qayalik? Qashqardan. Esimde qilishcha, yer islohida dehqonlar uyushmasining raisi meni noillik san'at o'migiga olib bergan. Shu chog'da men 12 yoshda bo'lib, rais qaytish vaqtida men tehi yig'lagandim. Hozir yurtingizda boshqa tuqqanlaringiz yo'qmi? Yo'q. Anlashimcha sizning bir qizingiz Bulbul başqalar uchun baharni chillaydi. Afsuski o'zi bahardan bahramand bo'la olmaydi. Qarshi olib, madaniyat idorasiga berib, rasmiyat etanglar. Bir necha kundan keyin imtihon elindi. Hey, sizin dediğinler bu yak kelinglar. Qushqashlardek vichirilishib, mengamni yeb ketdi. Bu yaxshi ahvol. Yoshlar san'atga qiziqib emasmi? Oladiganimiz 10 necha bo'lgandan keyin o'tir maktabga berib tanlaydi. Eyliqi Mahira nadidu? Shuncha cho'ng shaharda uni topaman deb kundali avor bo'lib yuraveramsiz. Bir kun aylanibmi xabarni olamadik. Biroq men natijaga erishdim. Bugun anglagan eliqi naqshi ovozidan garchi go'daklik chiqib tursa-mu, yanali jarangliq kishini qoyil qila oladi. Biz uni tepib imtihon qatnashtirishimiz lozim. Tuproqdan unib chiqqan mayslar hammali yedi bor. Ularni bir-birlab parvish qilib yetishtira olamsiz. Maysa? 20 yilning oldida biz ikkimizmi maysa edik-ku. Mana endi maysa yetishtirish bizga kelganda har bir tup maysining chechaklab meva berishini umid qilmansiz. Men o qiz bilan uchrashgan qisqagina vaqt ichida uningda alohida bir xil iqtidorning borligini sezdim. Men uni topmaguncha ko'nglim tinchimaydi. Ha, oshqorlaq qiz. Kiram. Ma'lum, yana ish bormi? Yangi bir vazifa bor. Eyliqi Mahirani davomli qizdan. Bo'ladi. Cho'qim orlayman. Endi men ketdim. To'xtang. Esingizda bo'lsinki, yana bog'liqqa chiqib qolmang, ha? Xotirjam bo'ling. Boyman yoshlarga ati Mayra ismliklarning hammasiga o'tirib qo'yinglar. Birisi qamma kelib tizim qoldirsin deb qo'ydim. Mayra qulun ko'tagin. 1 2 3 4. Nimanchijiq. Nahayt yaxshi. Mayra ismliklarning hammasi oldiga chiqinglar. Nima qilgan olsizlar? Ha? Chaqan, oldiga chiqinglar. Hey, bo'lsa. Hey, mana oldiga chiqinglar. Sen nima bo'ldi? Nima kulisizlar? Siz kulmasangiz qanday? Ha? Qanday degan gap bu? Qamlashmagan. Men xizmat qilyapman. Mundaq bo'lsin. Mayra emaslar hozir qaytib ketib, ishdan keyin kelinglar. Olamda, ammamda shu chaqda bir gap bo'lar. Bu nima deyman? Ha, nima deganingiz? Bugun men bog'u Mayra ismliklarini tizimlayman. Gapira qara. Qaranglar, nima gap bo'ldi? Yo'q, qaytaylik. Yo'q, qaytaylik. Biz Mayra o'rnaqlarni bilgan bo'lsam, nimni olib burilib Mayra qo'yil ekanman.
kunni kelmaysiz. Bu yoqda turing. Sizchi? Maqsad emas. Bu yoqda turing. Sizchi? Usul o'ynayman. Bu yoqda turing. O'zingizchi? Hammani bilaman. Nəhayət yaxşı. O'tirda turing. Amin muallim. Topshirig'ingizga binoan Mahira ismli qizlarning hammasini chiqdim. 10 nechtasi bor ekan. Az emas ekan. Mana bu o'ng tarafdagilar naqsh ayta oladi. Bu sol tarafdagilar usul o'ynaydi. Bu o'rtadagilar qaddingizga ruslan. Ham naqsh ayta oladi, ham usul o'ynay oladi. Muallim, qaysi siz aytgan Emin. Qo'g'livatgan hilqi yoshlarning hammani tepib keling. Siz rasul qamlashmagan chiqibsiz. Tizimlat qilib kelganlar yo'ldosh Aminaning qimmatli mehmonlari emasmi? Muallim odatdan aytimi muloyimdi, biroq bunday ochchig'ining borlig'ini zotil o'ylamabdi ekanman. Siz nima uchun uning oldida qizini so'raysiz? Nima? Yana xatolashdimmi? Yo'ldosh Aminaning kechirmishlarini bilamsiz? Bilmayman. Sizga aytib beray, bir siz aytmang. Chiring. Yo'ldosh Aminaga men intayin qoyil. O 24 yoshida yo'ldosh o'lib ketib, bir yoshli qiz bilan qilib, fidokorlik bilan ishlaydi. Bir necha yildan keyin u ataqliq artist bo'lib yetishib chiqadi. Uning usuli butun mamlakatda qizg'in qarshi olindi. Lekin yiliq ofatli yillarda u turmga tashlandi. 4 yoshli bechora Mahira egicha qizsiz qolganda yo'ldosh Nur uni beqib oladi. Lekin Nurni gezandalar lagerga tashlandi. Shuning bilan Mahira yana egicha qizsiz qilib, uzun o'tmay yo'qolib ketdi. Voy, bu Nurning ayoli nimishki Mahiradan xabar olmadi ekan? Nur o'lanmagan. O nimishki o'lanmagan? Aman qarang. Ular xuddi bir jib xotinlardek yuriydi ekan, ha? Men da'vatsiz. Amaliyot yo'ldosh Nurning yo'ldosh Aminani chin dildan yaxshi ko'rdiganligini ko'pchilik biladi. Yurakda saqlangan ishqi muhabbatni izhor qilmoq haqiqatan qiyin-da. Andaqda mening sizga bo'lgan muhabbatimni qanday izhor qilsam bo'lar? Yo'q, ulan xiyollarni qilmay, yaxshi o'rganib, sizni tanlab ko'rsatganim javob qaytaring. Bo'ladi. Cho'qim kutgan yeringizdan chiqaman. Bana ketib beqing. Qalbimdagi muhabbat ushqunining yolqinjig'iniga 10 necha yil bo'lganligini kim biladi? Nurjon, sizni tushunaman. Yurakdagi jarohatning saqayishi uchun vaqt kerak. Men Amina, Mahira sizning yurak bag'ringiz. U sizga mi kerak, menga mi kerak? Ishiningki hamon bir kuni bizning Mahiramiz u cho'qim biz bilan birga bo'ladi. Kiram. kimni izlaysiz? İsmim Kamil. Mundaq iş. Senin bu yerga artist tanlığılı kelganligingni anlab, intayin xo'shal bo'ldim. O'zingizdan tizimli tanitdingiz. Yo'q. Albatta o'zim emas. Men birisini boshlab kelgandim. Güzel, kiring.
Bu mening xotinim. Yo'q. Ayolim. Sizlarni aldamayman. Ayolim kichik edilla usul o'ynashga amroq bo'lib, uning usuli, aytgan naqshi intayin yaxshi. Hozir ko'rsizlar. Kira. Bu mening o'g'lim. Tankashga tayil keldi. Oldu. Kira. Bu mening ustozim. Kelin, o'tiring. Qani marhamat. Yo'ldosh, kechiring, qarshilik qildim. O'g'limning yuzida turayotganiga 4 yil bo'ldi. U artist bo'lsam deydi. Kelib tizimlasili bo'lmadimi? Bolaning dadisi yo'q, yetim. Musho birni paqlimiz bordi. Az ko'may, qabul qilsin. Bu nima qilganingiz? Acha, sog' salom olmaymiz. O'g'lingizga aytib qo'ying. U kelib, imtihon qatnashsin. Rahmat sizga. Balam, canıllahım, elley balam, benim balam, yüz karağım, elley balam, elley. Ağladım. Yürüm. Pazağa baraylı. Git, münazır. Bir aylıksın ağla, sen de balam elley. Akşam uğrup durdu, men de balam elley. Acha, baldırak qaytib kelim. Akşam uğrup durdu, men de balam elley. Appa, bu naqşınız qulağımga yaqinliq anlanadi. Kichigimdan tartibla anlab kelyaptimi. Anlagan sari anlag'im keladi. Tatlik bolam jinim kuzam, elley balam elley. Bağrımda sen oynaydın, elley balam elley. Oy, yana bir yuqori ovoz qo'shildi-ku. Mushundaq aytsa yaxshi emas. Shundoq, bu bir yangi ijodiyat. Ular erkin aytadi. Ko'rib kelaylik. Men bolalarga tishtirdigan shaldamliq raqni mashinchaga olib beray. Ajab yaxshi bo'ldi. Men endi bola vaqti bo'ldim. Kichik do'stlar, gapimga kiringlar, ha? Ma'lum. Kichik do'stlar, jim o'tiringlar. Men sizlarga nimani aytib bersam bo'la? Qo'ng'iroq naqshi aytib beray. Sekinna qo'ng'iroq, siringlay senden alıraq. Kütteşetik yerde gül, sen bilen güller her vaq. Kütteşetik yerde gül, sen bilen güller her vaq. Sekinna suatan. Mana bu yerda. Siz mangayli. Boyun kökke öyleydi, elge yarar her. Bir yerde ko'rgan qiz bu. Boyun kökke öyleydi. Mashin do'stqonlik qiziq qildi. Her zaman. Men amal qilib chiroyini ko'rib kelay. Bo'ladi. Kimler küçük qo'ng'iroq, kimler küçük suvadan. Sizlar küçük qo'ng'iroq, sizlar küçük suvadan. Sizlar küçük qo'ng'iroq, sizlar küçük suvadan. La 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 la. Ha?
Mən özü, bulut qıtığım öküngen ay. Rasma? Rasqırım. Sırtdaki kepsiz ballayken, ular bilen karımız bulmuşsun. He? Makul mu? Makul. Şunu emek mi? Tazi ençikilip qaraydı. Qata to'lib qolmaydi gene. Amin muallimning xo'shallig'i yo'q chiqmisin. Men kirib qarab baqay. Kirim. Meni qulatsizlar. Oy, chiqsin. Yo'q, qarayapsiz. Ha? Nima dedingiz? Men sirtim. Acha, boshqacha o'ynab qolsizlar. Bu uy kimninki ekan? Biz o'yindik qiz bilan ko'rishmoqchi edik. Bu mening uyim, u mening qizim. O'ylab kiraylik. Eshik oldi tarafda. O'ylab kiraylik. Qani, turing. Muallim, qarang. Bu uyning egisi keldi. Tinchlikmi? Qani mehmonlar, uy kiraylik. Mahira, qizim eshikni ochqin. Mahira, acha. Siz kelsiz-da. Kelganlar xo'shalman. Sizni oxir topdim, Mahira. Shundoq Mahira, sizni oxir topdik. Tog'dan jimli ketib qopsiz. Bir necha kundan beri Amina ochig'i sizni izlab ketib atadi. Tanishmisizlar? Ko'ni tanish. Ha? Qani, marhamat. Marhamat. Qani, o'ltiringlar. Yuqori chiqinglar. Qani. Acha, yilqi allay naqsni kim aytdi? Anglab qopsizlar-da? Acha, yiqimliqmikan? Opam aytgan. Qandaqroq? Bu naqshni yaxshi ko'ramsiz? Yaxshi ko'rma. Kichik vaqtimda opam bu naqshni aytib bermasa, ergiz uxlamaydim. Bu naqsh bek yiqimliq, ha? Shunda, mayt yiqimliq ekan. Qani, choy iching. Acha, oilanglar haqiqatan san'at gulzor ekan. Acha, to'g'ri aytdingiz. Dadam naqsh ayta har xil sozlarni chala oladi, har qanday naqshlarni ayta oladi. Mahira. Ha? Ballarni uyga akirib qo'ygin. Uxlaydigan vaqti bo'ldi. Ma'qul, opa. Bu yerning odamlari tili chiqish bilan naqsh ayta oladi. Oyig'i chiqish bilan usul o'ynay oladi. Qani, choyga keling. Oy, ballarning dadisi keldi. Salomat kelishgan. Yaxshimisizlar? Yaxshimisiz? Yaxshimlar. Teşekkürler. Bu mening singlimning yo'ldoshi bo'ldi. Urumchilik mehmonlar. Yaxshimisizlar? Sen konuşamsın. Qani, yuqori chiqaman. Aka, öyleriga ısıtlı kirib, beadablik qildik. Kechirsizlar. Kerak yo'q. Qani be qizlar, elisizlar. Yo'ldosh Amina, imtihon elishni boshladinglarmi? Az qoldi. Iqtidorli san'atkorlardan ko'proq elishni umid qilamiz. Xizmatimizga yaqindan yordamda bo'lasizlar. Mundaq ishmidi? Hammaga e'lon chiqarib artist olmoqchi ekansan-da. Mening o'yimda naqsh aytib, usul o'ynay oladiganlar yo'q. Tag'a, siz bizni aldimang. Qizingiz Mahira xuddi bulbuldek sayraydi ekan. Usul o'ynashtirmoqu kapinekning o'zi. Siz bizni ko'rmidi demsiz? Sizlar nima ko'rgandinglar? Tag'a, yililarimiz ko'rdik. Aka, qizlari Mahira talantli, kam uchraydigan san'atkor ekan. Bizning qabul qilishimizga ruxsat qilsizlar. Niyatlardan yeninglar. Mening qizim artist bo'lmaydi. Men bu uni artist qilg'izmayman. Dada.
Bana nakşi etişini siz ügetken, onun üstüge ustazlarını teklif kılıp usul ügettiniz. Yani bana daim hakiki bir artist bulup çıkın deydiniz. Bırak bugünkü günde, benim artist buluşum koşulmamsız. Mağkulda, canımda da. Oğlumla aramızı koymaz oğlan. Ben sana yüklenmeyim. Yoldaş Hopur, anlatamsız. Ahval, benim işindak. Buludu. 7. ayının ağırıca qaytı filanla. Döle bayramıda koyduğu uyuğu nispeten talep yukarı. Hatırcam bulun. İmtihanını eti başlayımız. Yaxşı bu. Alaylı kabiliyetinden tallaşqa ahmet verin Bir kızını tallagan tok. İsmi Mahire. Lekin dadısı onun artist buluşu koşulmayvatıdı. Akilan. Yoldaş Hopur, bu kızның sanatga bir tarafımlık qaraydigan dadısı var ekan. İşinlarının əməl iş aşmaslığı, tirişçanlığına bağlı. Yoldaş Amine, bay siz Mahire'ni tilga aldınız. Ah yok. Kızınız Mahire'nin izdirigi var mı? Yok. Yok. Bir aram bulmam. Biz Kaşgar tarafki berip davamlıq izdeymiz. Tepildiğanlıqı işinimen. Savri bolsa, sizgi derhal yetkizimen. Boludu. Rahmet sizge. Şunimen kızım, sen etmi çin kalbindini söylesen, nakşi ayeti pusul oynay sen için kuşallap, gözgü görüngen layakatlik artist boluşka layık sen, bırak senin artist boluşun koşulanmayman, kızım. Melike çivikim. Allah'ın aksisi. Hayalimden gitmeydi. Beçara kızımga boğan sığınışını kalbimden çıkarıp etişke amalsızman. Canım alan göz karağım elley balam elley bir çiraylık sınavla sende balam elley akşam olup durdu
Ma'qul. Boşroq vaqiranglar. Qizim uxlayotgandi. Qo'li kesma ishqilay! Hozirla chiqaman. Bu ne siz? Siz bu! Çakı bu! Siz bu değil mi? İmtihan ağıcılar az emas ki. Boshlaylik. Ha.